Birorta aktrisa bormi? Onangizga o'xshaydi. Halima opa. Ha, serios? Hammaga salom. Salom TVdan tekinga bir oylik podpisatsiya kerakmi? Unda savollarga to'g'ri va chiroyli javob ber. Go. Bir oylik tekinga promokod. Qaysi film yoki serial sizni yig'latgan? Abdulhamidxon serial. Qaysi serial va filmni keyingi sezonlarda ishlanishini xohlaysiz? Asoskorlar bor, serial. Qaysi film sizga birinchi muhabbatingizni eslatadi? Qara sevdo. Takror senga ishonaman. Bir oylik tekinga podpiska. Qaysi film yoki serial sizni yig'latgan? Kichkina chaqaloq qolib ketadi-yu, qora ko'zim bo'lish kerak. Senga tole kulmasmidi? Qaysi film yoki serial birinchi muhabbatingizni eslatadi? Voy biling. Yaxshi savol bo'ldi. Uyda yolg'iz aka. Katta muhabbat yo'qmi? O'sha eslatadi menga. O'g'irlar, yuragim o'g'irlab ketgan. Orman aka, assalomu alaykum. Tuzimiz? Дорогой дневник, мне не подобрать слов. Birinchi muhabbatingiz qaysi serial film eslatadi? Titanik. Titanik? Mani muhabbatim yo'q hali, lekin sevgi haqida eng yaxshi ko'rgan kinoyim Shohruxxon bilan Kajol o'ynagan. Juda yaxshi ko'raman o'sha sevgi haqidagi kino. Janam 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 saat chalna Nomini bilmayman, lekin Ulug'bek Qodirov bilan Lola o'ynagan. Telba. Telba. Xullas yechim uchun ko'p. Siz serial va filmni yangi sezon kutyapsiz. Toshkent 94 ham agar chiqsa juda ham zo'r bo'lardi. Men yangi sezon faqat chuqurdan kutaman, boshqa ish hech qaysini kuta olmayman. 94 bilan maktab. Juda kutaman. 94 ayniqsa juda kutaman. Rostdan. Da, rosa juda ham yoqqan menga. Muh ismli kriminal avtoritetini rolini o'ynaysiz. Sizlarga sovg'a. Это бесплатный промокод. Вот. Все. Oxirgi marta qaysi film yo serial ko'rdingiz? Oxirgi marta koreyskiy drama ko'rdim. Qaysi? Когда жизнь дарит тебе мандарины. Qaysi serial va filmni keyingi sezon kutyapsiz? Судья Изада, drama. Koreyskiy. Drama. Да. Birinchi muhabbatingiz qaysi serial va film eslatadi? Семья по выбору. Drama bu. Bu drama Salom TV'da bor.